gilamni nimaga yig'ib qo'ydilaring? Ha, yuvdirganni dadasi chang bo'lib ketibdi. Ha, unda oynadan pastga tashlab yuboringlar. Ancha changi qoqiladi. Voy. Gilam qimirladimi? Yo'q, dada. Qanaqa qilib gilam qimirlashi mumkin? Ajoyibsiz, tavba qildim. Dadasi gilam qimirlagani yo'q, gilam qimirlamaydi. Gilam turadi. Rostdanmi? Ha, siz charchagansiz. Damingizni olib ovqatingizni ichib o'tiring. Bizning ozgina ishlarimiz bor edi. Hozir qilib kelamiz. Xo'pmi, dadasi? Gilam o'zi yurmaydi, lekin siz gilamni ustida mazza qilib yurishingiz mumkin.